Assalomu alaykum. Ismim Azizbek. Bugun sizlar bilan Prezident maktabi birinchi bosqich imtihonlarida tushgan testlardan birini ko'rib chiqamiz. Masala sharti: 120 grammlik korobkaga 40 ta pechenye solindi va uning massasi 1 kilogramni tashkil qildi. Bir dona pechenye necha gram? Demak, masala sharti bo'yicha bizga 120 grammlik korobka berilgan ekan. 120 grammlik korobkaga 40 ta har biri x grammdan bo'lgan pechenye solinibdi va uning massasi 1 kilogram, ya'ni 1000 grammni tashkil qilibdi. Demak, mana tayyor tenglaymiz. Ishlaymiz buni. Demak, 40x tenglik 1000 ayrilgan 120. Demak, 40x tenglik ayiradigan bo'lsak 880 x tenglik, ya'ni 40 ko'paytiruv bizada bo'lib o'tadi. 880 ni bo'lamiz 40 ga, x tenglik 22. Demak, har bitta pechenyening massasi 22 grammdan ekan. Prezident maktabi imtihon savollari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.